O'chmayapti. O'zbekistonda yangilik akalar, mana yonib ketadi, ochib turib ko'rsatib berdiganlar. Mana akalar, yonishini qaranglar. O'chiring mana uni. Mana bo'lmasa. O'chmayapti. O'chir. Mana sal qolishiga sal qoldi akalar. Mana chirib ketadi deganlar, chirmaydi akalar. Benzin ko'payib ketgan, mana o'chmayapti. Lekin pena yonmayapti. Mana olib chiqing, olib keling ko'rsating mana. Hech qanday chirmagan. Tagida material bo'ladi. Material ustida hamma yo'q ichida bo'ladi. Qatib ketganda bunaqa bo'ladi. Ko'rsating mana. Mana ko'rsating mana. Suv. Ovozini eshiting. Tangilyapti. Bu yerga yangilik bo'lgan akalar. 1 kvadratni 35 ming so'mdan material ustida xom ashyosi hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Boltani olib kelib bitta ursangiz ikkiga bo'linadi. Issiqda nimaga o'xshaydi? Pena bo'ladi. Hamma mahsulotlar ichida bo'ladi. Havochalar bilan to'sadi akalar. Xohlasiz loy qiling, xohlasiz buni qiling. Buni qilsangiz ishingiz tez bitadi, arzonga bitadi. Yozda qishda maza qilib o'tiradigandan bo'ladi. Tomga pena lombasi 35 mingdan vodiyga Toshkent vohaga kelishamiz.